alaykum hurmatli aka-ukalarimiz. Bizda Cherry 7 Pro mashinamiz bor edi. Unga propan uстановка qildik. Toshkent shahridan kelgan. Tak, unga qo'yilgan zapchastlar 0 kredittor qo'ydik. Originaldan. Ko'rishingiz mumkin. Original Real Farsinga qo'yildi. Yevropa gaz blogini qo'yganmiz. Miyasidan 32 ga to'g'ri qo'yganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Avansi akkuratni qilib chiroq uстановка qilib berdik. Ko'rishingiz mumkin. Filtrlarni ko'rishingiz mumkin. Ikkita filtr qo'yganmiz. Hid chiqarmasligi fagmi shlankalari plastik xomutlar bilan mashina uстановка qilib berganmiz. Orqa qismiga keladigan bo'lsak, orqa qismiga 61 litrlik propan ballonni qo'yib berdik. Ko'rishingiz mumkin. Zapaskalarning joyiga termo trubkalar bilan zapravkalarni ko'rsatib o'taman. Tagiga qo'yganmiz. Chiqarmaslik uchun fagmi shlankalar bilan og'izda chiroyli qilib uстановка qilib berdik. Cherry Pro ключаtlari mana qo'ygan. Ko'rishingiz mumkin, joylarni ham akkuratli bo'ldi. Kimga agar metan propan uстановка xizmatlari kerak bo'lsa, past raqam qoldirib o'tamiz. Aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Sog' bo'lasizlar. Hammaga rahmat. Aka, qanday? Ishimiz yoqdimi? Yaxshi chiqdimi? O'zim qo'yganda reklama qildim. Xudo xolasa. Yaxshi bo'ldi, garantiyalarni berdik, ha? Rahmat aka. Obuna bo'lishni unutmang, like bosib boring.